Oxirgisinimi? Bo'ldi men. Ey, 5-penalti, oxirgi penaltini? Sen. Rudiger 5-penaltini ijro etish borasidagi qarorni Carlo Ancelottining shaxsan o'zi qabul qildi. Antonio Rudiger penaltilar seriyasidagi eng muhim penaltini golga aylantirgandan keyin Real Madrid futbolchilarining reaksiyasiga e'tibor bering. Atletico futbolchilarining qo'llari boshida, Real Madrid futbolchilarining boshlari osmonda. Raul Asensio Atletico muxlislariga qarata klub emblemasiga urib qo'ydi. Real Madrid futbolchilari g'alabani Atletico muxlislari qarshisida nishonlay boshlashdi. Va Rodrigo 15ta Chempionlar Ligasi kubogi aks etgan logoni muxlislarga ko'rsatmoqda. Bunday nishonlashlarga nisbatan Atletico muxlislarining reaksiyasi ular Madrid futbolchilariga qarata har xil buyumlarni ota boshlashdi. Va bu paytda Rudiger: "Hammasini otlaring! Yana bormi? Yana ot!" Va Vinicius Juniordan Atletico muxlislariga qarata yana bitta jest. U o'z kurtkasini maydonga shunday qo'ydiki, Real Madrid emblemasi Atletico muxlislari qarshisida qoldi. U kurtkasini qo'ydi, emblemani to'g'riladi va Atletico muxlislariga qarab qo'ydi. Va bundan keyin yana bir bor emblemaga ishora qilmoqda. Oradan biroz vaqt o'tib, Rudiger Matador korridada qiladigan harakatlarni qilmoqda. Ya'ni u Matador, tribunada yig'ilgan Atletico muxlislari esa jahli chiqqan buqa. Atletico Madrid juda hamalamli mag'lubiyatga uchraganiga qaramasdan Simeone o'z futbolchilarini maydonga boshlab tushdi va tribunada o'tirgan muxlislarga tashakkur bildirish kerakligini aytdi. Simeonening bunday harakatlari albatta olqishga loyiq. U o'yindan so'ng o'z fikrlarini mana shunday bildirib o'tdi. Men o'zimning jamoam bilan va futbolchilarim bilan juda ham faxrlanaman. Bugun biz ko'rsatgan o'yindan muxlislarimiz zavq olishgani aniq. To'g'ri, raqibimiz bizni Chempionlar Ligasi doirasida har doim mag'lub etishgan. Deyarli har doim. Lekin juda ham qiynalib bizni mag'lub etishgan. Penaltilar seriyasida Rudiger so'nggi zarbani berishi aniqmidi? Yo'q, boshida 5-zarbani berish uchun Endrikni qo'ymoqchi edi. Lekin oxir-oqibat Rudiger boshqalarga qaraganda ancha sovuqqonroq edi.